Alloh alhamdulillah ziyoratchilarimiz mana bu Qur'oni Karimda o'sha ko'zi ojizlar qo'li bilan ushlab o'qiydigan nimasi mana oppoq o'zi. Lekin nima bo'rtmalari bor, shu bo'rtmalarda harflar taniladi. Mana. Donamlar hammalari. Alloh rozi bo'lsin hammalarini. Alloh taolo muboraklik qilsin. Hammalaringizga muboraklik bo'lsin ojonalar. Bu tarafi Qur'oni Karimda har xil bosmalari. Har xil nimalar, nusxalari. Mana bu joyda Qur'oni Karimda ko'zi ojizlar o'qiydigan nimasi bor. Nusxasi mana. Mana shu joy. Mana shular. Mana shu Qur'oni Karimda ko'zi ojizlar ushlab o'qishadi. Amin. Rahmat. Xo'jajon aytganlaring kelsin. Xudo rozi bo'lsin. Qayta kelishing nasib qilsin. Doim billa kelayliklar. Birga xizmatlarni qilaylik yana. Xudo rozi bo'lsin. Ko'zi ojizlar uchun mana bunisi ko'zi ojizlar uchun. Odakam mana. Alloh rozi bo'lsin. Charchamang. Hoj dadam, Xudo rozi bo'lsin. Odaka, kamchilik olmayaptimi? Yaxshimi ham yo'q? Odaka.